Viloyat ma'naviyat va ma'rifat markazida o'z qalami va uslubiga ega bo'lgan ijodkor Salima Umarovaning Bir qatim nur nomli kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Qissa, hikoyalar, ma'rifiy bitiklardan iborat bo'lgan kitob taqdimotiga jurnalist va yozuvchilar, faxriy ijod ahli yosh qalamkashlar, barcha kitobsevar yurtdoshlarimiz tashrif buyurishdi. Tadbirda voqelikni turfa ranglarda, ohanglarda ifodalashga harakat qilgan shoira va yozuvchi Salima Umarovaning ijod yo'li chop etilgan kitoblarning tarbiyaviy ahamiyati e'tirof etilib, yangi nashrdan chiqqan Bir qatim nur kitobida zamondoshlar qiyofasiga yorug' chizgilar ekanligini ta'kidlashdi. Kitobning nomiga e'tibor bersak, bir qatim nur degani shu insonning ko'ngliga, vujudiga yaxshilikning, ma'rifatning, ma'naviyatning nur bo'lib kirishiga bir ishora. Men kitobni to'liq o'qib chiqdim. Kitobda o'sha Vafo Fayzullohning yaxshi kirish so'zi bor. Undan keyin bitta ajoyib qissa, 12 ta hikoya va 10 ta saboq bu yosh kelinlarga 10 ta saboq. Bu endi nabiralarga, yoshlarga, bolalarga qilingan o'ziga xos bir hayot tajribasini o'tagan bir ijodkor opaning nabiralarga, yoshlarga qilgan bir nasihatlari tarzida ketgan. Biz adabiyotni hayot darsligi degan bir gap bor azaldan. Adabiyot inson qalbini, inson ruhiyatini tarbiyalaydigan gap bor. Bu kitobda ana shu jihatlar qamrab olingan. Biz hayotni kuzatadigan bo'lsak, odamzod bilan bog'liq neki muammo, tashvish, kemtiklik hammasi asarda jam etgan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi homiyligida chop etilgan kitobda shoira Salima Umarovaning nasriy ijodi sara namunalari jamlangan. Yozuvchi ijodida davralarni ro'y-rost ko'rsatib, ularni bir-biriga solishtirib, insonning taqdiri misolida adolatni taroziga tortadi. Chin tasavvur esa kitobxonni fikrlatadi, ezgulikka yetaklaydi. Shoira Salima Umarovaning Bir qatim nur kitoblari taqdimotida qatnashdik. Bu kitobni kashf etish orqali insoniylikka, insonning qalbiga yana bir ilm nuri, ma'rifat nuri, bundan tashqari insonparvarlik nuri taralayotganini his etdik. Nafaqat o'quvchi va mutolaa qiladigan yosh kitobxon sifatida, balki Salima Umarovaning shaxsan shogirdlari sifatida bu kitobni o'qib, yana bir marta ustozimni nasrda ham kashf etdim desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki ustozni shu paytga qadar she'rlarni mutolaa qilib, yod olib, ustozdan qaysidir ma'noda o'rnak olgan bo'lsak, endi nasrda ham ustoz yo'nalishlaridan, qalamlaridan foydalanib, ustozdan yo'nalish olib ijod qilishga harakat qilamiz. Jurnalist Salima Umarovaning bugunga qadar 15 ta kitobi chop etilgan. Ijodkor, shoir va adib sifatida muxlislar orttirdi. Yoshlarni ortidan ergashtirdi. Jurnalist sifatida el ichida yurib, ularning quvonch va tashvishlari oralab yozilgan Bir qatim nur kitobi Yangi yil arafasida kitobsevarlarga ajoyib tuhfa bo'ldi.